avtomobil haydash huquqidan mahrum qilingan fuqaroni yana profilaktik hisobga qo'yib nazorat qilishga ehtiyoj bormi yo'qmi? Haydovchini huquqdan mahrum qildik, uni jazolab bo'ldik. Endi birinchidan profilaktik uchastkasi nozirini ustiga yana qo'shimcha yuklama qilyapmiz. Ikkinchidan fuqaroni erkinligiga qaysidir ma'noda cheklov olib kelyapmiz. U hisobda turgandan keyin hisobdan o'tish majburiyati paydo bo'ladi. Hisobdorlik majburiyati paydo bo'ladi. Uni erkin harakatlanishida qanaqadir majburiyatlar paydo bo'ladi. Aslida amaldagi qonunchiligimizda haydovchilik guvohnomasi bo'lmasdan turib avtomobil mashina haydasa agar albatta unga jazo bor, o'zi qonunda bor hozir. O'sha jazoni qo'llash imkoniyati bo'la turib biz hozir huquqdan mahrum qilingan fuqaroni yana hisobga qo'yish, uni mas'uliyat bilan yuklash kabi vazifalarga qarshimiz. Qonunda aynan shu narsani bizni fraksiyamiz e'tiroz etyapti. Aynan shu normani bu qonundan agar olib tashlanmasa biz bu moddaga qarshi ovoz berishimiz haqida kecha fraksiyada ham aytib o'tdik. Hozir qolgan deputatlarni ham inson huquqlari nuqtai nazaridan, haydovchilarni huquqi nuqtai nazaridan bir huquqbuzarlik uchun 2 marta jazolash degan masalani qonunga kiritishga qarshi ovoz berishga chaqirib qolaman.